YouTube'dagi do'stlarimizga eng zo'r rus tilidagi salomlar bilan boshlaymiz. Bugun sizlar bilan shunaqa bir mashinani ko'rib chiqamiz. Ko'rgan odamning ko'nglidagi mana bu menga kerak deb yuboradi. Chunki bugungi qahramonimiz yangi avlod Sportage dizayni texnologiyasi bilan anchadan beri mashina olamida shov-shuv bo'layotgan model, lekin biz uni oddiy emas, jonli va samimiy tarzda, xuddi do'stlar davrasida gaplashganday qilib ko'rib chiqamiz. Mana endi tasavvur qiling, Sportage sizga uzoqdan kelayotganday paytda oldingi qismidagi yirik va o'ziga xos radiator panjarasi birdaniga salobat bilan jilvalanib, Kia logosi yorqin chiroqlar ostida porlab turadi. Ayniqsa keskin chizgilari va zamonaviy LED faralari uni yanada sportchi va agressiv kayfiyatga solib qo'yadi. Xuddi "Hey, yo'ldan bosh joy ber, kelyapman" deb turgandek, yon tomondan qaralsa, aerodinamik chiziqlari juda ravon. O'zining vazmin lekin o'ta zamonaviy ko'rinishi bilan odamni bexosdan o'ziga tortadi, go'yo mashina emas, balki yengil shamolga qarshi uchayotgan sokin bir qirgi. Orqa tarafida esa chiroyli LED stop signallar birlashib, futuristik tasvir yaratadi. Har safar tormoz berganda o'zini reklama qilayotganday, "Mana men" deb ko'zga tashlanadi. Salonga kirganingizda esa boshqa bir olam ochiladi. Keng, yorug', hashamatli va texnologiyalar bilan to'lib toshgan kabina sizni kutib oladi. Ko'p funksiyali sensorli ekran, yumshoq materiallarda ishlangan panel, ergonomik joylashgan tugmalar, hammasi qulaylik uchun yaratilgan. O'rindiqlari esa shunchalik yumshoqki, uzoq yo'lga chiqsangiz ham belingiz, menda ham tirik jonga o'xshagan bo'ldinglar, deb shikoyat qilmaydi. Dvigatelga kelganda esa Sportage hazillashmaydi. Tezlanishi chaqqon, yo'lda o'zini ishonch bilan tutadi. Tejamkorligi esa cho'ntagingizni qiynamaydi. Ruldagi boshqaruv sistemalari juda nozik. Burilishlarda mashina siz bilan birga raqsga tushayotganday bo'ladi. Xuddi siz rulda emas, mashina o'zi yo'lni tanlayotganday. To'xtash tizimi, xavfsizlik sensorlari, kor joyini ko'rsatish kamerasi va adaptiv cruise nazorati esa sizni o'zingizni Formula 1 poygachisidek his qilishdan saqlab, juda xavfsiz va sokin haydov tajribasini yaratadi. Kulgili tomoni shuki, ba'zan Sportage shu qadar jim yuradiki, piyodalar mashina yondan o'tib ketganini ham sezmay qoladi. Xullas, Sportage dizayn, qulaylik, kuch, texnologiya va tejamkorlikni birlashtirgan. Xuddi Koreya oshpazi tayyorlagan mukammal taom misolida yaratilgan model. Siz ham uni bir ko'rganingizda yoqtirib qolasiz. Aytgancha, agar bugungi sharh sizga yoqqan bo'lsa, video ostiga bitta shirincha bo'lib like bosib qo'ying. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Bizga nima yoqqanini yoki keyingi safar qaysi mashinani ko'rishni xohlayotganingizni yozing. Va eng muhimi, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga katta kuch beradi.